WhatsApp sizlar bilan Hezograf va bugungi videoda biz Minebase serverda obzor qilamiz. Qani bo'lsam boshladik. Bu server o'ta zo'r server. Bu yerda ko'p odam o'ynaydi. Bu yerda quruvchilar jangi ham bor. Bedwars ham bor, Skywars ham bor. Hatto birga bir duellar ham bor. Kit PvP deysizmi? Hammasi bor. Yana bu yerda shunaqa narsacha ham bor. Yana narigi tarafda parkur deysizmi? Zerikib ketganingizdan parkur deysizmi? Yana bu yerlarda har xil vijvaniya joylari bor. Vijvaniya qilsangiz bo'ladi mazza qilib. Bu yerda anarxiya o'ynasangiz bo'ladi. Mana 5ta serverdan iborat. Mana hamma vijvaniyalar. Bo'lmasam shulardan bittasiga kirib ko'ramiz hozir. Qani bo'lmasam kiramiz. Kiryapti. Kirdi. Mana. Men o'zimni kichkina qilib olganman. Yarim blok mana. Tepadan qaraymiz. Hozir tepadan hamma yerda obzor qilamiz. Mana. Bu yerda urushsanglar bo'ladi. Katta bu yerda batut bor. Batut ham bor. Keyin kuchaytirish stoli deysizmi? Hammasi bor. Bu yerda donatlar bor mana. Donat sotib olsanglar bo'ladi. Bu yerda mana o'zingizni reytingingizni ko'rsangiz bo'ladi. Hali men urushganim yo'q, shuning uchun hali 0 daman. Bu yerda kiyimlar sotib olsanglar bo'ladi o'zingizlarga mana. Har xil kiyimlar o'yin pulida. Mana bu yerda katta PvP arena, eng katta. Kuchugini olib kelib olishibdi. Katta PvP arena. Bu yerda odamlar bilan PvP qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar tepaga elitrada chiqib olib, hammani kamonda otib o'tirsanglar bo'ladi. Mana shunaqasi ham bor. Endi biz obzorda keyingi qismiga o'tamiz. Narigi tarafda bu yerda spawnning tepasida hali boy odamlar bir-biri bilan gaplashib o'tiradi. Bu yerda hatto magazinlar ham bor. Bu yerda Zax ham bor. Bu yerda lavali parkur. Qani bo'lsa bir marta o'tib ko'raychi. Birinchisidan tushib ketdimmi? Hozir. Bo'lmadi. Yo'q, bo'ldi, ketdim. Bu yerda katta parkur ham bor, tepagacha. Yana nimani ko'rsatsam ekan? Mana yerda avto shaxta ham bor. O'zingizlarga resurslar kavlasanglar ham bo'ladi. Kichkina parkur ham bor. PvP arenani ko'rsatdim. Men bu serverga kirishni sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Hezograf bo'ldi.